Xitoyning yuqori martabali harbiy amaldori AQSh foydasiga ishlaganlikda gumon qilinmoqda. Bu jiddiy ayblov. Xitoy harbiy elitasida yuzaga kelgan yangi mojaro xalqaro maydonda katta rezonans uyg'otmoqda. Gap Xitoy Markaziy harbiy komissiyasining yuqori martabali rahbari haqida ketmoqda. Xitoy Markaziy harbiy komissiyasi raisi o'rinbosari Zhang Yuxia Xitoyning yadroviy qurol dasturiga oid maxfiy ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlarga uzatishda gumon qilinmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal Xitoyda o'tkazilgan yopiq brifingdan xabardor manbalarga tayanib xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Zhang Yuxia nafaqat davlat sirlarini oshkor qilishda, balki pora olishda ham gumon ostida. U yuqori lavozimlarga tayinlash evaziga katta miqdorda pora olgan bo'lishi mumkin. 24-yanvar kuni Xitoy Mudofaa vazirligi Zhang Yuxia hamda Markaziy harbiy komissiya qo'shma shtabi boshlig'i Liu Zhenliga nisbatan intizom va qonunlarni jiddiy buzish gumoni bilan tergov boshlanganini e'lon qildi. Bu ish Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasi darajasida ko'rib chiqilmoqda. The Wall Street Journal manbalariga ko'ra, Zhang Yuxia harbiy tizim ichida ta'sir o'tkazish tarmoqlarini yaratgan, siyosiy guruhlar shakllantirgan va o'z vakolatlaridan suiiste'mol qilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, u Xitoyning sobiq mudofaa vaziri Li Shanfuga pora evaziga xizmat pog'onalarida ko'tarilishida yordam bergani haqida ham da'volar mavjud. Yopiq brifingda oshkor qilingan eng hayratlanarli ayblovlardan biri Zhang Yuxianing Xitoy yadroviy qurollari bo'yicha asosiy texnik ma'lumotlarni AQShga oshkor qilgani haqidagi da'vodir. Bu ayblov xalqaro xavfsizlik nuqtai nazaridan nihoyatda jiddiy baholanmoqda. Manbalarga ko'ra, Xitoy Milliy yadro korporatsiyasining sobiq bosh direktori Gu Jun ushbu ish bo'yicha ayrim dalillarni taqdim etgan. Xitoy rasmiylari unga nisbatan ham intizomiy va huquqiy tekshirish boshlanganini ma'lum qilgan. Avvalroq Xitoy prezidenti Si Szinpin mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurash hani murakkab va qiyinligicha qolayotganini ta'kidlagan edi. U korrupsiyani partiya va davlat rivojiga tahdid soluvchi jiddiy muammo sifatida bahodagan. Shu tariqa Xitoy harbiy rahbariyatidagi ushbu mojaro faqat ichki masala emas, balki global xavfsizlikka ta'sir qiluvchi voqea sifatida qaralmoqda. Ayblovlar tasdiqlanadimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Ammo bu holat Xitoy siyosiy va harbiy tizimida chuqur o'zgarishlar davom etayotganidan dalolat beradi. Agar siz xalqaro siyosat, yirik davlatlar ichidagi mojarolar va ularning yashirin jihatlarini xolis tahlil asosida bilib borishni istasangiz, Dunyo nigohi kanaliga obuna bo'ling. Videoga like bosing va fikringizni izohlarda qoldiring. Biz dunyodagi muhim voqealarni sokin, faktlarga tayangan holda tahlil qilamiz.